بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Albatta barcha hamd va sanolar Parvardigorga xos. Parvardigorimiz Alloh jalla jalaluhu bandalar uchun mehribon bo'lgan. Odam alayhisalom va Havo onamizni yerga tushirib, bulardan zurriyotlar chiqarib, "I'malu" amal qilinglar, ibodat qilinglar, shirk keltirmasdan meni huzurimga ko'ringlar. Agar shunday holda kelsanglar, men sizlarga jannat tayyorladim. Men sizlarni azoblamayman. Agar undan boshqasi bilan kelsanglar, men sizlarga jahannam tayyorladim. Men sizlarni kechirmayman. deb oliy farmon bilan Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalom va Havo yerga tushirdi. Bular yer yuzida yasharkan, birin-ketin ortidan payg'ambarlar, ularning zurriyotdan yaxshi insonlar, kitoblar tushirdi. Alloh o'zini hujjatini qoyim qildi. Valillahil hujjatul baligha. Eng yetuk hujjat Allohning hujjati. Birorta bir inson qolmadi illoki unga hujjat etib keldi. Valav sha'a lahadakum ajmain. Agar Alloh xolasa barchangizni hidoyat qilgan bo'lar edi. Azizlar, bugungi shunday bir ulug' kunlarda Qurbon hayitlarni o'tkazib, ortidan Allohning zikrlarini, shukrlarini qilib, qurbonliklar qilib, alhamdulillah degan kunlarimizda hojilarimiz hoj ibodatini tugatib, qo'shimcha umra qilaman deganlar umra bilan mashg'ul bo'lib, endi uyga kelish arafasida musulmonlar har yili Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hijratini bir yod etganlar. Nega? Chunki Zulhijja oyi islomiy taqvim hisobida 12-oy sanaladi. Oxirgi oy. Undan keyingi boshlangan oy Muharram oyi. Endi bu Muharram oyi bilan 1441-yil kirib keladi islom olamiga. O'shaning uchun ham bir qator eslatib qo'yiladiki, payg'ambarimizning hijrati bu ulug' katta bir safar, ulug' katta bir ibodat bo'lgan. Mana shu ibodatni biroz yodga olinadi. Nega endi payg'ambar alayhisalomni tug'ilgan yilidan sanalmadi? Islom tarixi. Payg'ambarimiz yil tug'ilgan, 12-Rabiul avval tug'ilgan. Nimaga endi shundan Rabiul avvaldan sanalmadi? Nimaga Qur'on tushgan oydan sanalmadi? Nimaga borib Madinaga borgandan keyin Madinadagi masjid qurilgan kundan boshlab sanalmadi? Nega? Bu narsalar ko'p. Lekin eng qizig'i hijrat bilan sanalishi Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam Makka da yashagan holatidan Madinaga o'tib yangi bir holatga ko'chganligi. Bu holat juda ham qiyinlik bilan Payg'ambar Muhammad alayhisalomning zotni hayoti tahlika ostida o'tganligini biroz eslab qo'yiladi. O'zingizlar bilasizlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib 40 yoshda payg'ambar bo'ldilar. Payg'ambar bo'lgan soatlari g'ordan boshlandi. Kichkina qora g'or, g'ori Hiro deganda bir kichkina bir g'ordan boshlandi payg'ambar alayhisalom hayoti. Payg'ambarlik onlari. Alloh nurini o'sha g'orga tushirdi. Keyingi g'or Ho'kiz g'ori bo'ldi. Payg'ambar Muhammad alayhisalom Makkadan chiqib ana endi Madinaga ketar ekan, Madinada hayot ham nimadan boshlandi? G'ordan boshlandi. Tez kunda mo'minlar Yajuj-Majuj chiqqan paytda ham g'orga borishadi. Ta'u ilal kahfi yanshur lakum robbukum min rahmatihi va yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Alloh aytayapti, xosatan g'or Kahf surasini o'qishligini negizi mo'minlar vaqti kelganda qanday holatga tushgan Yajuj-Majujdan qutqarib qoladigan nuqtalar bittasi g'or bo'lar ekan.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 13 yil Makka da'vat qildi. 11-yildan boshlab Madinani Yasribiylar 6 tasman ko'rishdi. Ular da'vat qiluvdi, ular darhol iymon keltirishdi, ketishdi. 12-chi payg'ambarlikda 12-yili bular 6 ta odam endi 12 ta bo'lib kelishdi. Undan keyingi yilga bular 75 ta bo'lib kelishdi, ichida 2 ta ayol ham bor. Payg'ambarimizni olib ketamiz deb kelishdi. Muhammad sollallohu alayhi vasallam amakisi Abbosni chiqargan, "Hey, eplasanglar meni olib ketinglar. Makkada omonlik shahrida men yashayapman. Ya Rasululloh, molimiz, jonimiz sizniki. Uyimiz sizniki. Bitta men o'zim bilan bormayman. Meni ashoblarim bor, sahobalarim bor, Makkaliklar, ularga ham joy qilib beramiz." Mana shu alfoz bilan sahoba-i kiromlar Yasribliklar payg'ambar Muhammad alayhisolamni kutishga va'da berishdi. Rivoyatlarda keladi. Sahobalar aytadiki, birinchi kelganlar bittasi Musab ibn Umayr, Abdulloh ibn Maktum yetib keldi. Orqasidan Ammor ibn Yosir, Bilal Habashiy va boshqa sahobalar yetib keldi. Undan keyin yetib kelganlar bittasi Umar ibn Hattob roziyallohu anhu 20 ta odam bilan yetib keldi. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam sahobalarga ketinglar. Alloh sizlarga bir joy qildi. Yaxshilik joyi, maskan, ilm joyi. Boringlar deb sahobalarni undadilar shunga. O'zlari lekin Makkada qoldilar. To Alloh taolo hijratga Rasulullohga ruxsat bermaguncha payg'ambar Muhammad alayhisalom uylarida Makkada qoldilar. Tahlikada qoldilar. Sahobalar birin-ketin chiqishardi. Suhayb Rumiy chiqib ketdi. Mol-mulkini tashlab ketgan. Ummu Salama radhiyallohu anha chiqib ketdi. Abu Salama chiqib ketdi. Sahobalar birin-ketin uylarini yillar davomida yıkkan mol-mulki bo'lsin, qurgan uyi bo'lsin, qarindosh urug'i bo'lsin, tashlab ketishdi. Mo'min odamga ibrat borki, yillar davomida qurgan o'sha uyingizni vaqtga tashlab ketasiz. Bu dunyodan oxirat holisiga hijrat qilasiz. O'sha kunda yaxshi amal bilan qilib qo'ygan odam, yaxshi amal bilan ketib qolgan odam oxirat kuniga albatta fazilatga ketadi. Payg'ambardek zot, Makkadagi ulug' shahar, omonlik shahri, Ka'batullohning yonida tashlab chiqib ketishga majbur bo'ldi. Sallallohu alayhi vasallam osmondan izn kutdi. Alloh chiqib ketishga ruxsat bermay chiqib ketmayman. Abu Bakr Siddiq keldi, "Ya Rasululloh, men ham hamma ketyapti, men ham ketaveraymi?" Umar chiqib ketdi. Makkada Ali qoldi, Rasulullohni tutingan o'g'li qatori uyda o'tiradi. Zayd ibn Harisani chiqib ketgan. "Ya Rasululloh, men ketsam bo'ladimi?" dedi payg'ambar alayhisalom qarab turib. "Ey Abu Bakr, siz turib turavering, Alloh taolo sizga bir yaxshi bir sherik qilib qolar. Shu sherik bilan ketasiz, yakka-o'z ketmang." Abu Bakr Siddiq xayolimda Ali bilan ketaman shekilli dedi. Lekin yana boshqa bir Rasululloh bilan degan xayol kelmasdi. Chunki payg'ambar alayhisalom 3 yil avval buroqda osmonga chiqib kelgan. Masjid-ul Aqsoga, Falastin yurtiga buroqda borib kelgan payg'ambar Muhammad alayhisalom Madinaga lek ketib buroqda borib qo'yardi deb o'ylardi ekan. Sallallohu alayhi vasallam uyda o'tirar ekan, Makka mushriklari Abu Jahl, uch kattalar hammasini boshchiligida payg'ambar Muhammad alayhisalomni qatl qilishga, o'ldirishga qaror qilishdi. Va bu o'ldirishni 20 ta Qur'on, har bir urug'dan 20 ta Qur'on yigitlar olamiz-ku, shular bir hamla bilan urushda payg'ambar Muhammad alayhisalom qoni to'kiladi va har bir qabilaga chaqirib ketadi qoni. Banu Hoshim urug'i urush olmaydi, iloji diyani qo'lda qabul qilish ham boshqa nuqtaga qolmaydi degan hiylani qilishdi. Lekin Parvardigor Alloh taolo ko'rib turgan zot. Jabroil farishtani turibdi, "Ey Muhammad, harakatingizni qiling. Alloh sizga hijrat qilishga ruxsat berdi." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zining qizlarini oldida Fatima, Ummu Kulsum, Ruqayya, shu 3 ta qizi ayoli Savda bilan uyda o'tirgan holda shu Jabroil farishta xabar bergandan so'ng zuho paytida darhol kiyindilarda, yuzlari o'rab to'g'ri do'st Abu Bakr Siddiqning uyiga bordi. Borib Abu Bakr Siddiqni
Qoq peshin paytda, issiq paytda Arabistonda birov yurmasdi. Eshigini taqillatuvdi. Abu Bakr qo'rqib ketdi, tishlaymikin. Bunday paytda kim taqillatishi mumkin? Haqiqatan ham kecha soat 3:30-4 da birosiga telefon qilsa, hayoliga nima keladi? Astagfirullah, auzubillahi bismillah, yaxshilik bo'lsin, ilohiy yaxshiligi bo'lsin, tishim deb qo'rqib, hayajon qo'rquv bilan olasiz telefon. Arablarda issiq paytda qoq peshindan keyin 1-2 paytlarda Makkada birov yurmasdi. Payg'ambar alayhisalom o'sha paytda Abu Bakr eshikni taqilladi. Kim? Men Muhammadman. Marhaba ya Rasululloh, xush kelibsiz. Keling. Shunda eshikni ochib kirib Payg'ambar alayhisalom aqlik. Ya Abu Bakr, uyingizdagilarni chiqarib turing. Ikkovimiz jiddiy gapimiz bor. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu chiq, hamma tashqari chiqib ket demadi. Aksincha, ya Rasululloh innamahum ahluka. Ya Rasululloh, bu sizning ahlingiz bo'ladi. Bu yerda biryona odam yo'q. Har qancha jiddiy masala bo'lsa ham men Oyshaga ishonaman. Men Asmoga qizimga ishonaman, men ayolimga ishonaman. Hozir kunda siz birorta bir omonat gapni oilangizga ishonmaysiz. Uyingizdagi bitta cho'pda yaqinchilik qo'ying, mahalla ishlab ketasiz. Shu darajada tarbiya qilinmayapti bizdagi oilalar. Oilaning ichidagi gapni qizingiz kuyovga berib yuborsangiz, uylangan paytingizda ishlab nima hammasi yetib boryapti. Nariga xonadonga yetib boryapti. Abu Bakr Siddiq, ya Rasululloh, bu ahliz bulardi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, innallohu qad adana li bil hijra. Alloh menga hijratga ruxsat berdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam do'sti Abu Bakr Siddiq, as-suhbata ya Rasululloh, meni sherik qilmaysizmi? As-suhbata, sizga sherik bo'lay. As-suhbata Abu Bakr. Abu Bakr sizga sheriksiz. 3 marta Rasululloh as-suhbata sheriksiz menga degandan so'ng payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning do'sti Abu Bakr ko'zidan yoshlar oqishni boshladi. Bu juda katta safardir. Tarixda o'zgarish, katta o'zgarish. Alloh taolo butun malaikalar bilan qarab turadigan soatlar. Payg'ambar Muhammad alayhisalom o'z tug'ilgan uyini Hadicha va Kubro roziyallohu anha bilan o'tkazgan baxtli, saodatli o'tkazgan uylarini Ka'batullohni tashlab chiqish o'tishga oson emas edi. Bunday katta bir hodisaga sherik bo'lishlik juda katta baxt. O'shaning uchun Umar roziyallohu anhu aytadi. Vallohi Allohga qasam ichib aytamanki, Abu Bakr Siddiqni Rasululloh bilan g'orda o'tirgan soatlari umrimni hammasiga ham to'g'ri kelmaydi deganlar. 3 kun o'tirishgan xolos, umrimni barchasini berib, bitta yerda o'tirib qolish imkoni qilsa men shu imkon qilardim. Lasha'ratun, Abu Bakrning boshidagi bir tola sochi Umar va uni butun zurriyotlarini afzal degan. Shunday katta bir baxt Abu Bakr Siddiqqa nasib bo'lganingizda. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu sizga sherik bo'lib, sheriksiz menga dedi. Abu Bakr yig'lab, soqollari o'lib ketib, xursandchilikda sig'mayapti. Uyga kirdi Rasululloh, men ko'p narsalar tayyorlab qo'ydim, Rasulullohga tayyorlagan narsalarni. Bu qanchadan miqdor tuyalar tayyorlagan, hamma yo'q ikkalasi ichkarida gaplashdi. Abu Bakr bor butini berishga tayyor. Mana shunday ulug' bir hijratlik safar uchun. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ikkalasi kelishgandan keyin, "Ya Rasululloh, mana marka. Mana tuya, ketamiz" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "At-taman. Puliga bersangiz men ketaman." Hozir kunda birovdan tekin tomoq bo'lib yashayotgan odamlar eshitib qo'ysa, pulini olaman. Pulga pichamiz buni. Men o'zimni tuyamni ustida ketishda xohlayman dedi. Hijratda katta bir ibodatni Payg'ambar Muhammad alayhisalom o'z tuyalarini ustida bajarib keltirishdi. Payg'ambar alayhisalomning do'sti Abu Bakr, "Ya Rasululloh, meni hadya qabul qiling." "Yo'q, markatni pulini men beraman." "Xo'p, kelishamiz." "Ketdi ya Rasululloh" deganda, "Yo'q. Omonatlar qolib ketdi. Men sizdan ketishdim, men masalasini hal qildim xolos. Ya Rasululloh bormang uyingizga. Sizni kutib turgan bo'lishi mumkin. Qo'ying, ketib qolaylik hozir." "Yo'q, Makka xalqining omonatlari bor. O'shalarni o'rniga topshirib qo'yishim kerak. Hozirgi kunda birovning omonati qo'lingizda tursa, uni yana bir 3 marta aborot qilib olay, 4 marta aborot qilib olay deganlar eshitib qo'ysa. Birovning omonat gapini hammaga e'lon qilib aytayotganlar biroz eshitib qo'ysa.
Birovni omonatga xiyonat qilayotgan mo'minlar munofiqlikning sifatini u ichiga kirgizayotganlar birovni eshitib qo'ysin. Yoki bu Xitoy bu deb turib uni pulini qora suvda yeb qo'yayotganlar. Xitoy bu kofir bu buni pul yesa bo'ladi deb qo'yayotganlar. Yoki o'ris bu deb turib uni pulini yeb qo'yayotgan islomda musulmonlarni noto'g'ri ko'rsatayotganlar eshitib qo'ysin. Payg'ambar Muhammad alayhisalom sahobalarini omonatini tashlagani qaytman emas. Makkadagi mushriklar omonatlari turadi. U kishini Payg'ambar alayhisalomni Madinada Muhammad Amin, Makkada Muhammad Amin deyshar. Omonatdor Muhammad deyshar. Payg'ambar bo'lmay turib, payg'ambar bo'lgandan keyin hammaning mulki omonat kassasi bo'lsa Payg'ambar Muhammad alayhisalom. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaytib keldilar. Uyga keldilar. Ali roziyallohu anhu o'tirdi. Men safar ketyapman. Alloh taolo hijratga menga ruxsat berdi Ali. Mana omonat Abu Jahlniki. Mana omonat falonchuniki, o'sha ashaddiy dushmanlarini ham omonat payg'ambarimiz qo'lida turadi. Ali, men buni berib ketar ekanman, mendan keyin bugun bu kecha men to'shagimda yotib qolasiz. Boshingizni urib oling dedi. 23 yoshga kelgan nomqulon yigitni dashib aytdi. Jonini Rasululloh uchun sotgan o'sha kecha Ali. Tarix sahifasida qolgan bu odam. O'ldirilishi aniq edi. Bo'lgan payg'ambar alayhisalom boshingizni burkab oling. Astag'firulloh. Omonatlarni zoya qilmaydigan Allohimga sizni omonat qilib qoldiramaydi. Omonatlarni Alloh hargiz zoya qilmaydi. O'sha omonat qilib topshiraman dedi. Ey safari ketayotgan odam, Allohga ahli baytingizni, molingizni omonat qilarkansiz biling. Alloh hargiz omonat xiyonat qilmaydi. Alloh omonatni zoya qilmaydi. Payg'ambar Muhammad alayhisalom shunday bir qiyin holatda ham Ali roziyallohu anhu qo'yarkan, boshingizni burkab oling dedi. Allohga omonat dedi. Eshidan shunday chiqaman desa, haliga aytilgan 20 ta noqulon yigitlar g'ira-shira shomda Payg'ambar Muhammad alayhisalomning mahallasiga kirib, Rasulullohni uyini egallab o'tirishdi. Nimaga darhol bostirib kirishmadi? Ular o'zlari hisob qilishgan. Hisobida hamma uxlagan paytda bir kelarmiz. Shunda bamayli xotin go'shtni tukatib qo'yamiz deb o'ylashgan. Anta turid. Ana urid. Vallohu yaf'alu ma yurid. Sen xohlaysan dedi bir shoir. Men ham bu narsalarni xohlayman. Lekin Alloh o'zi xohlagan qiladi. Parvardigor Muhammad alayhisalom o'zini elchisi uyga qaytarkan atrofiga yig'ilganlarni ko'rgandan so'ng payg'ambar Muhammad alayhisalom darhol Qur'onga yopishdilar. Qur'on Allohning kalomi. Sizni kerak paytda sizga dalda bo'ladigan. Kerak o'rinda kerak oyatni ishlatishni bilsangiz, bu juda ham katta narsa. Ali roziyallohu anhu aytadi. Payg'ambar alayhisalom eshigini ostida qarasa turibdi. Ali joyimda qoling dedi. Farishta Jabal farishta ey Muhammad. Sizga aytdim ketavering dedim-ku demadi. Payg'ambarimizning omonatdorligi Allohga yoqdi. Oxirgi omonat kofirda omonati bo'lsa ham tashlashga yoqdi. Darhol Jabal alayhisalom tushdi. Kut hufratan minal turob. Turponi ozginasini olingda haliglar yuziga qarab tuflang dedi. Payg'ambar Muhammaddan turpoqlarga eshigini taydi. Eshikni ochishdan ilgari oyat o'qidi. Astag'firullah. وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Biz ularni oldidan pardalar qilib qo'ydik, to'siqlar qilib qo'ydik. Ana ular endi ko'rmaydilar degan oyatni o'qidik. O'zi bu oyat unga tushgan emas. Sizga biroz zulm qilmoqchi bo'lsa, biroz ig'vo qilmoqchi bo'lsa, biroz to'sib pulingizni olmoqchi bo'lgan bo'lsa, mana shu oyatni o'qisangiz, o'ta o'rinli bo'ladi, o'ta foyda bo'ladi. Payg'ambarimiz tuproqni oldida hali tuproq kuyda bo'ldi. Aytadi Ali, 20 ta noqulon yigitni ichidan Payg'ambar alayhisalom shunday o'tib ketdilar. Ularning boshiga tuproq sachalganligi hammasi mudroq bo'lsa, shunda yuksalib qolib o'tib ketdi. Shu mudragani bo'yicha turishdi deydi. Shu mudroq bilan qotishdi, uxlashdi deydi.
Payg'ambar Muhammad alayhisalom Abu Bakr Siddiq uyiga bordilar. Sallallohu alayhi vasallam. Abu Bakr Siddiq uyiga borib, Abu Bakr 3 ta markab, 3 ta tuya tayyorlab qo'ygan. Bittasini Payg'ambar alayhisalom o'zlari sotib olganlar. Ikkalasi bay qilishga. Abdulloh ibn Ulayqat degan o'sha paytda mushrik edi. Shu odamning boshchiligida ular chiqish paydo bo'lishdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu rol tuyaga markabga mindi. Payg'ambarimiz minishga yordam berdi. Payg'ambar alayhisalom o'sha kunlari 53 yoshda edi. Abu Bakr Siddiq 51 yoshda edi. Shunda ular kuzatayotgan Asmo Abu Bakrning katta qizi darhol ularga bir jimoani tayyorlash kerak edi. Mesh olgan bo'lsa, meshni og'zi yumiladigan darajada emas. Mesh bu. Teridan qilingan narsa. Haligi meshga suv to'ldirilgan, ip topshirmagan paytda Asmo onamiz boshidagi rivoyatda ro'mol deydi, ba'zi rivoyatda o'sha paytda homilador ayol bilan boy. Homilador ayol 6 oy bilan nima qiladi? Beliga lata paydo bo'ladi. Hali og'irlikni ishab qolsin deb. Shunday beridan latasini ro'molni yechdi-da, shunday o'rtada bir qismiga xurmo, birsalar talqonlar solganday qilib baylatdi, ikkinchi yirtilganini meshga bag'ladilar. Ikkovi tuyani boshiga bittadan qilib ilib qo'ydi. Bu hodisani ko'rib turgan tuyani ustiga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Habibimiz qarab turadilarki, Alloh senga 2 belbog'dan o'rniga 2 belbog' jannatda beradi. Hech kimda bo'lmagan belbog'ni olasan qizim dedi. O'shandan boshqa aytdi, Asma zotini nitoqayn deydilar. Payg'ambar alayhisalom chiqib ketdilar. Eng qizig'i Madina tomon ketmadilar-da, aksincha shimol tomon emas, janub tomon qarab ketdilar. Bu sabab inson hayotda sabab qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sababini qildilar. Barcha mushriklar Payg'ambar alayhisalomni ketganini eshitgandan keyin qayoqqa yuguradi? Madinaga yo'l yo'qotdi. Tushib qolishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aksincha janub tomon, teskari tomonga yurdilarda, ash tomondan ketdi. Ularga g'or tayinlangan masjidi, to'shalgan, chiroyli qilingan hotel, gazsiz tayinlangan masjid. Ular Allohga suyangan holda uchishib ketishdi. Orqalaridan Omir ibn Fuhayra Abu Bakr Siddiqning qo'li 20 ta kichik qo'ylarni, naqora qo'ylarni haydab izni yo'qotishdi payda harakatga tushib ketdi. Payg'ambar alayhisalom sahoba Abu Bakr Siddiq bilan Abdulloh ibn Urayqatga ketar ekan, ko'zlari g'orlarni qidirishni boshladi. Yaxshiroq g'or chiqib qolsa, shu yerga nima qilamiz, joylashib olamiz. Borar ekan, hozir kundagi Ho'kiz g'ori deb atalgan, tarixda qolgan 650 metr yuqori joylashgan o'sha tog'. Uzoqdan kichkina bir g'or ko'ribdi, mashina joylashsa bo'lar ekan dedi. Ikkalasi tushib qoldi. Bittasini qo'lida 5, bittasini qo'lida Asmoda ro'moliga solingan o'sha qoqi xurmo. Hali odamga aytishdi 3 kundan keyin tong sahar paytda mashina ko'rishamiz, ketaverdik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam g'orga chiqib ketishni boshladi. 650 metr. Har qancha qiyinchilik bo'lsa ummat uchun ko'targan payg'ambar. Abu Bakr Siddiq ikkalasi kelarkan, Abu Bakr Siddiq g'orda eshikdan etkanda, "Ya Rasululloh, turing, men bir tozalab chiqay. Bir qarab qo'yay. Biror narsa bo'lsa chaqirib olmasin ya Rasululloh." Yugurib kirib ketdi, kirib ham tozalab, bu ham tozalab. Hali qizi bergan ro'molning bir qismini yechib bitta teshikni yopdi. Bitta teshikni bitta toshni eplab tiqdi, bunaqa qildi, epladi, qolmadi. Illoki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam keling dedi, bitta teshik qolib qoldi. Endi Allohga tavakkal dedi. Payg'ambar alayhisalom bilan birlashib turishdi. Namoz o'qishdi, ibodat qilishdi, Allohga yig'lashdi, yolvorishdi, yordam so'rashdi. Ertasi kuni Omir ibn Fuhayra kelar ekan, Abu Bakr Siddiq qarab chiqib yo'liga poydan sekin tushib, haligi ichida qo'ylarni sog'ib, sinab chiqib ketdi. Ertasi kuni sut icharkan, payg'ambar alayhisalom sut ichgandan keyin Abu Bakr Siddiq iching deb payg'ambar Muhammad alayhisalom berib qo'ydi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sutni ichmadilar. Har Rasululloh qorni ochib qolsa, qarang, bu bunday bir tadbirkorlik, Rasululloh uchun har qanchaga rozi bo'lgan Abu Bakr Siddiqni qarangki, Rasululloh har to'rt chanqab qolsa, qayga boradi? Rasululloh ichadi, ichmadilar. Payg'ambar alayhisalom turgandan keyin, o'zi dam olib turgandan so'ng, sutni ichdi. Abu Bakr Siddiq bundan bexabar, Abu Bakr Rasululloh Abu Bakr ichmaganligidan.
Agar tavba hatta irtavaytu. Hatto payg'ambarimizni sut ichib maza qilganini ko'rib, men maza qildim deydi. Shu darajada maza qildi. O'sha g'orda 3 kun qolishdi. Keyingi kechasi haligi teshikni yopgan Abu Bakr Siddiq teshik qoldi, yoptiraman deb o'sha yerdan chayonma bilan chiqib olib payg'ambar Muhammad alayhisalom tomonga kelish boshlagan Abu Bakr Siddiq to'suvni oyog'ini chaqdi. Ikkinchi rivoyatda qo'lini chaqdi deydi. Payg'ambar Muhammad alayhisalom Rasulullohning boshiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiqning soniga boshini qo'yib uxlayotgan bo'lgan holat. Haligi alamda chayon chaqqanligining zarbi qattiqligidan ko'zdan yoshlar oqarkan payg'ambar Muhammad alayhisalom ustiga tushib qoldi. Abu Bakr o'qitmadi. Boshqa inson bo'lsa o'tardi, turni ya Rasululloh, bacha taqashib qoldi. Hozir yordam bermasa bo'lmas, bo'y qoldi degan bo'ldi. Indamadi. Rasulullohga vahiy kelib qolishi mumkin. Shunda bir vahiy kelib qolishi mumkin edi. O'g'atmay turdi. Rasulullohning yuziga Abu Bakr yosh tushar ekan, payg'ambar alayhisalom shunday o'ziga keldi. Nima bo'ldi? Buni chaqib shekilli yarasiz. Ko'rsating menga. Muborak tupriklarni, hali tuprigini so'rab, o'qib, duo qilib, oyat o'qib, o'rnida kechasi bo'lmaganda alam o'rnida qoldi. 3 kun ishda qoldilar sallallohu alayhi vasallam. G'or. Qoragina, kichkinagina o'sha g'orcha. Ikkita teshigi bo'lgan havo kirdi o'sha g'orcha. Alloh o'sha yerda Rasulullohga zafar berdi. Alloh aytadi Qur'oni Karimda: "Illa tansuruhu faqad nasarahu Alloh idhuma fil ghar." Ular ikki kishi edi, taniya isnayn idhuma fil ghar. Ular ikki kishi edi. Ikki kishi g'orda o'tirgan holda bir-biri bilan zikr qilib Allohning rahmatini so'rab yordam so'rab turgan holda ikki kishi 3 kun vaqt tashida o'tkazishdi. Alloh subhanahu va taolo buni yod etar ekan, payg'ambar Muhammad alayhisolamning oldiga 3-kuni kofirlar yetib kelib, ashiga chiqamiz degandek holatni qarang, gapni qarangki, la tahsa. Habumi innalloha ma'ana. Alloh biz bilan birga, albatta. Men bilan birga desa bo'lardi payg'ambar alayhisalom. Yo'q, biz bilan birga. Ikkovimiz bilan birga. Ikki kishi bo'lsa uchinchimiz Alloh dedilar. Ey musulmon. Qizi ajrab kelgan musulmon. Qarzdan uzilolmay qolayotgan musulmon. Onasi kasal, otasi kasal yoki o'zi kasal yoki xotini kasal bo'lgan musulmon. Yoki ishi yurishmasdan g'amda yurgan, yoki zolimni zulmidan qo'rqib turgan, zolimni zulmini yeb turgan, yoki qayerdadir hibsda o'tirgan musulmon hargiz siqilmaydi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambariga 2 marta g'orda zafar berdi. Birinchisi hayotdan siqilib, shirkdan siqilib, g'ori hidoyatga yurgan paytda Alloh taolo hidoyat nurini berib ikromni tushirgan. Ikkinchisi Makka mushriklarni g'orda atrofini o'rab olib. Abu Bakr Siddiq yo Rasululloh bir shunday egilsa, bizni ko'r qoladigan paytda ham Alloh o'sha zafar berdi. Agar qaysidir soatlar, qaysidir tunlar, qaysidir kunlar sizga xotirjamlik bermayotgan bo'lsa, xotirjamligingizni olib qo'yayotgan bo'lsa, sizni hamda qoldirib qo'yayotgan bo'lsa, biling, payg'ambaringizga g'orning ichida o'zi yordam bergan Parvardigor albatta yordam beradi. Faqat siz duo qilishingiz qoldi xolos. Savobini qilib turib, Allohga suyanishingiz qoldi xolos. Savobini shu darajada qilishdiki, hatto hojatga ham deyarli chiqishmasdi. Kamdan kam taom yeyishdi, 3 kun ichida bir marta chiqqanlar sallallohu. Namozga ham shu ichida o'tirib o'qishdi. Tahoratga yarab suv bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa tayammum bilan namoz o'qishdi. Agar o'sha payt tayammum mashhur bo'lgan bo'lsa, bo'lmagan bo'lsa, o'sha tahoratdagi ichiladigan suvdan onadan olib siypab bo'lsa ham, lekin namozini vaqtida barpo qilishdi. 3 kun g'orda vaqtini o'tkazgandan so'ng mushriklar kelib qamal qilib o'sha borgan paytda ana endi rivoyatlar keladiki, kabutar tuxumlar qo'yganmish. Ankabut o'rgimchak uyga solganmish. Yoki yonida bir daraxt chiqib to'sib qolganmish. Bular hammasi rivoyatlar aslida. Siyrat kitobida keltirilgan rivoyatlar. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan bitta rivoyat to'shni aniq inshaalloh kabutar tuxum qo'yganligi deydi. Boshqa bir rivoyatda Ka'batullohni
Ka'ba muazzamani atrofida hozirgi kungacha qarab turib, Ka'baga qarab turib yo'lsillab ashida sayrab yashayotgan kabutarlar hammasi o'sha ikkita kabutarning zurriyotlaridan deyishadi. Olimlarning gapi bor bu to'g'risida. O'shangacha uchun kabutarlar bo'lishi mumkin. Alloh taolo bu yerda payg'ambarning yordamlari kabutarga o'sha yerdan joy berdi deydi. O'sha ikkita kabutarning zurriyoti hozirgi kungacha davom etib kelayotgan deydi. Mishga yem bo'lsa ham, burgutga yem bo'lsa ham, lekin hali zurriyot tugamas davom etib turgan degan olimlarning gaplari bor. 3 kun o'sha yerda vaqtini o'tkazgandan so'ng payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam 4-kuni tongda sahar o'sha yerdan tushib Abdulloh ibn Uzayq bilan birga safarga chiqib Yasrib tomon yurishni boshladilar. Biz sizlar bilan bugungi suhbatimizda o'sha bir katta payg'ambar Muhammad alayhisolamning hijratlari tarixda qolgan Allohni va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni barcha musulmonlarni guvohligida bo'layotgan bu katta bir nuqtani yod oldikki, Allohning izni bilan payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallamni biroz eslab qo'yamiz. O'sha kunda birortamiz yonida bo'lmadik. O'sha kunda birortamiz payg'ambar Muhammad alayhisolamni g'origa ovqat tashimadik. Birortamiz o'sha kuni payg'ambar Muhammad alayhisolamni g'orini eshigida turib, men himoyachiman deya olmadik. Lekin payg'ambar Muhammad alayhisolamni sevamiz. Issit qildilar sevamiz. Rasulullohning payg'ambar ekanligiga guvohlik beramiz. Shuni yaxshi bilishimiz kerakki, payg'ambar alayhisolam Ka'bani oldida yurayotgan paytlarda aytadilar, vaqtga shunday hodisalar bo'lishi. Payg'ambar Muhammad alayhisolam Makkani tashlab chiqib ketayotgan paytlarda Abu Bakr Siddiq bilan ikkalasi sal do'nglikka chiqib turib Ka'baga qarab turib yig'ladilar. Ey Makka, Allohning eng aziz shahrisan. Agar qavmim meni bu yerdan chiqarmagan men ketmasdim. Firoq, ajralish eng yaxshi ko'rgan joyi, o'zining uyi. Hadicha onamizni ko'milgan yeri shu yerda. Yaxshi kunlarni o'tkazgan soatlaridan ajrab ketgan Rasululloh qattiq yig'ladilar. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytadi, payg'ambar alayhisalom yig'lab turib yo'lga chiqarkanlar. Alloh subhanahu va taolo Jabroil farishta Qasos surasini tushirdi. Qasos surasi o'sha tushgan. Uyga borib bir Qasos surasini bir varaqlab qo'yinglar. Musa alayhisalomning qissasiga to'la. Musoning tug'ilganidan boshlab katta bo'lguncha va Fir'avnning qilgan ishini hammasini Alloh qissa qilib aytdi degan sura. Bu payg'ambarimizga o'zini shahridan ajralib turayotgan Muhammad alayhisalomga bu sura nimada hali bor desangiz, javobni o'sha yerda topasiz. Musa alayhisalomni tug'ilgan yili Fir'avn hamma chaqaloqni o'ldirgan. Ey Muhammad alayhisalom, siz siqilmang, sizni o'ldiramiz deganlar bo'lsa, sizdan oldin payg'ambarni ham tug'ilmay turib o'ldiramiz deganlar bo'lgan. Biz onasiga aytdikki, ey onasi, Musoning onasi, uni bir tobutga soling. Suvga oqizib yuboring. Inna radduhu ilayki. Biz sizni albatta qaytarib beramiz. Va'damizdan qaytarib beramiz. Bu yerda payg'ambar alayhisalom tushunib yetdiki, vaqt kelib qaytib kelishi bor ekan Makkaga. Qaytib kelishi bor ekan. Alloh va'da bergan bu chaqaloqni suvda olib ketishi oldida payg'ambarimiz chiqarchi hech narsa emas. Va Musa alayhisalom qaytib keldi. O'zini huzuriga, ya'ni o'zini uyiga qaytib ketdi. Chaqaloq. Va katta bo'lgandan so'ng Musa alayhisalomni o'ldiramiz deydi. Shahardan chiqib ketgan Musa alayhisalom to'g'ri Madiyanga borganda, Madiyandagi bitta odam kelib joy berib, uylanib qo'ydi o'zini qiziga. Ey Muhammad alayhisalom, hech qilmang, sizga ham joy bor. Bu Qur'oni Karimda shunaqa zo'r nuqtalar bor. Har bir odamga dars bo'ladigan darajada nuqtalar. Payg'ambar alayhisalom oyatlarni eshitgandan so'ng qalblari yorug'lik tushdilar. Albatta qaytib kelamiz. Ishonavering, payg'ambar Muhammad alayhisalom Ka'bani aylanar ekan, Ka'bani eshigini ochib hamma kirib chiqqan. Payg'ambar Muhammad alayhisalom sallallohu alayhi vasallam, o payg'ambar bo'lgan yillari. Ey Usmon ibn Talha,
Ka'baning eshigini ochib bering, men bir kirib qo'yay men ham dedilar. Ka'baning ichiga Banu Shayba qabilasida eskidan u Abdumuttalib nomli zamonidan boshlab Ka'bani kaliti kim turardi? Banu Shayba qabilasi. O'sha kunlar Usmonning Talhani qo'lida, kattasi o'sha bola edi. Yosh, nafron, hurmat e'tiborli odamning qo'lida kalit turadi. Payg'ambar alayhisalom so'rasa, bermagan ekan. Ya. Bermaymiz. Nechuk, nima uchun? Siz bizni olihalarimizni, ilohlarimizni iloh emas deyapsiz, so'kiyapsiz, bermaymiz. Payg'ambar alayhisalom qarab turib, ey Usmon, bir kun keladi Xudo xohlasa. Allohning izni bilan kalitni o'z qo'lingiz bilan berib, menga berasiz, men ochib beraman. Makkada bo'lgan ish. Sallallohu alayhi vasallam yillar o'tib Makkani fath qilgan paytda Ka'batullohning oldiga kelib turib, "Ayna Usmon?" dedilar. "Usmon qani?" Topab keladi. Usmon deb kelishdi. O'sha bir necha yil ilgari kalitni bermagan, o'sha Usmon deb kelishgandan so'ng Payg'ambar alayhisalom kalitni bering Usmon. Katta uyimda hozir kelaman. Katta uyga. Uyga borsa, kalit ayasdan bermayman tushuntaman. Qarang, Alloh taolo tanlab shu qabilaga berganki, xotinlarga ham kalitni bergan emas. Hecham berishgan emas. Alloh bu omonatni o'shalarga bergan ekan. Hayron qolasiz. Banu Shayba urug'iga. Payg'ambar alayhisalom kutdi kim o'zi Umar jo'nat. Umar uzoqda bular boring kalitni. O'sha taqillatdi. Usmon kim dedi? Men Umar. Kalitni berar ekansan dedi. Ona odamlar keldi. Qo'y onani aqimi. Ya'ni kalitni oldi, kalitni ber. Yurimiz bilan dedi. Bordi. Payg'ambar alayhisalom Usmon esingizda bormi? Esingizda bormi? Yillar davomida Allohning va'dasini aytsam ham bo'ldi, esingizda bormi? Kalitni ochib kirganda sallallohu Allohning va'dasi haq ekan, payg'ambarimiz nima qildi? Qaytarib kelganlar. Vaqtimiz bo'lib qoldi azizlar. Bu siyrat darsi. Payg'ambar Muhammad alayhisalomning hayotini soatlab, kunlab o'qisangiz to'ymaysiz. Rasululloh Alloh taolo shunday bir ajoyib hayot berib bizga. Hayotda har bir mo'min odam uchun dars bor Rasululloh siyratida. Qalbi sinib qoldimi? Rasululloh hayotini o'qingda, albatta yoza olasiz. Hayotingizda bir birisi bo'lib qoldimi? Toping. Yetim bo'lib qoldingizmi? Toping. Rasululloh hayotida namuna bor. Laqad kana lakum fi rasulillah. Albatta Alloh aytayapti, albatta sizlar uchun payg'ambarda nima bor? Go'zal namuna bor deydi azizlar. Bugun vaqtimdan tutib qoldi. Suhbatim shu ekan tugadi. Bir oz eslatib qo'yapmanki, payg'ambar Muhammad alayhisalom hijratlari. Alloh uchun uyini tashlab ketmoqda. Lekin hijrat degani ikki xil ma'noda bo'ladi. Haqiqiy hijrat bo'ladi, lug'aviy hijrat bo'ladi. Haqiqiy hijrat odam kufr diyorida, kufr mamlakatida namozini o'qiy olmasa, ibodatini qisoq qila olmasa, uni tinmay shirkka, gunohga, kufrga, munofiqlikka majbur etgan holatda bo'lsa, o'zini yurtini tashlab islomiylar obod, islomobod yoki ibodat qila oladigan darajada boshqa bir qishloqdan, boshqa bir shaharga chiqib ketishda aytadi hijrat deydi. Lekin lug'aviy ma'noda hijrat nima desa, hijrat bir narsani tashlab Alloh uchun tashlab ketadi. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Val muhajiru", muhojir Alloh yomon ko'rgan narsani tashlagan odam dedilar. Ey musulmon, hijratda katta bir urushdan nasibador bo'lishni xohlasangiz, Alloh sizdan yomon ko'rayotgan bitta privichkangiz, bitta ishingiz bo'lsa, bitta gunohingiz bo'lsa, Alloh uchun men shuni tashladim deganda, siz o'sha kuni muhojir bo'lasiz. Sizga Alloh o'sha kuni hijrat savobini beradi. Siz Alloh uchun bir yomon ishni nima qilgan bo'lasiz? Tark qilgan, tashlaganingiz uchun Alloh sizga katta bir g'alabani beradi. Amin. Alloh mehribonim. Bizlarni yo'qdan bor etib yer yuziga tushirgan. Bizlar uchun hayotimizda payg'ambarimizni bizga o'rnak qilgan. Alloh seni guvohligingda shu yerda o'tirgan barchamiz hozir duo qilib aytamizki, Alloh seni o'zimizga iloh, Rob deb rozi bo'ldik, Parvardigor. Payg'ambarimiz Sayyidimiz Muhammad alayhisalomni o'zimizga elchi deb rozi bo'ldik.
Sen tushirgan shariat, din islomni din deb rozi bo'l deb Parvardigor. Allohim payg'ambar Muhammad alayhissalomni juda ham ko'p qiyin nuqtalardan Alloh taolo o'zing yordam berib yo'lini o'tgansan. Bizlar uchun chiroyli namuna qilgansan. Allohim shu kunlarda g'amga qolgan, musibati qolgan, kasal bo'lib qolgan, yoki qayg'uda qolgan, yoki qarda qolgan, yoki zolimni zulmida qolgan, yoki quruq tuhmat qilgan barcha musulmonlar Alloh o'zi yordam bergan Parvardigor. Yordam bergan. Tinchlik xotirjamlik bergin. Alloh taolo hayotimizga ra'no bergin, ilm bergin. Payg'ambardek Muhammad alayhissalom qiyomat kuni ummat bo'lib tirilib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'lida jannatda o'tirishni Alloh hammamizga nasib etgan Parvardigor. Allohim yurtimizda tinchlik xotirjamlik bergin. Kelayotgan yilimiz Muharram oyini chiroyli oy, chiroyli yil bo'lishini Alloh hammamizga nasib etgan. Parvardigor o'tgan yilda qilgan xatolarimiz bo'lsa Alloh o'zing kechirgin. Alloh taolo seni roziligini olaman deb haj etgan qarindoshlarimiz, ulug'larimiz, barcha Qirg'iziston yurtimizdan ketgan musulmonlarni eson omon qaytib kelishini Alloh ularga nasib etgan. Ular bilan chiroyli yuz ko'rishib, Alloh hajingizni qabul qilsin desak, Alloh sizni ham yetkazsin degan duolarni Alloh olishni hammamizga nasib aylagan Parvardigorimiz rahmatiga arhamar rohim.